Navbatdagi jang 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar 75 kggacha bo'lgan vazn toifasi. Navoiy viloyati vakili Sanjar Istamov chiqib kelmoqda birinchi bo'lib ringga. Musobaqalar g'olibi O'zbekiston bo'yicha 4 karra chempion Navoiy shahri Ismatov Sanjar. Albatta keyingi raqibi Surxondaryo viloyati marhamat qilib ringga Zamonov Ulug'bek taklif etiladi. Uning raqibi Surxondaryo viloyati vakili Ulug'bek Zamonov. Yetmiş 75 kilogramm 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar low kick. Qizil burchak Sanjar Istamov va uning raqibi ko'k burchakda Ulug'bek Zamonov Surxondaryo viloyati vakili. O'ng qo'l cross qismini o'tdi hozir. Yana bir low kick. Front kick. Round kick. Superman punch. Middle kick ortidan. Qorin qismiga kutib olishga muvaffaq bo'lmoqda va low kick bilan yakunlayapti. Round kick. O'tayapti. Istamov ikkilik zarbasi bilan qarshi olyapti raqibini va masofani darhol uzoqlashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Middle kick o'tyapti, ammo javob darhol chap qo'l, chap oyoqda zarba, chap qo'lda zarba va low kick ortidan o'ng oyoqda. Klassik uslub. O'tkazishga harakat qilyapti baribir mana shu round kickni. Tezkor. Yana tayyorlayapti. Middle kick, low kick. Yana round kick. Qorin qismiga zarba va low kick ortidan. Yana bir low kick. Bir xil javob. Harakat qilyapti astoydil mana shu zarbani o'tkazishga. Birinchi raund yakuniga yetmoqda.
Ikkinchi raund. Juda shoshmasdan boshlayapti Sanjar Istamov. Raqibga biroz ishlagan imkon berib, uni ko'rib, buni chag'ituvchi harakat, keyin o'zi hujumga o'tyapti. Qayki ko'tdi. Himoyadan ham o'tadi bunday zarbalar odatda. Aylanib mazarba bosh qismiga chiroyli, lekin aniq emas. Qo'llarga tegyapti. Juda aql bilan jangga olib bo'lyapti. Istamov. Chiroyli aldadi. Yana kutib olishga muvaffaq bo'ldi va aylanma zarba bosh qismiga kutib bo'lish kerak uni pallada. Chunki aylanib ketgan edi. Aylanib ketgan joyda aylanma zarba bu yerda zarba berayotgan sportchi atagan qilmaydi, lekin boshining orqa qismiga zarba yo'llashi mumkin bo'lsa jarohatga olib kelishi mumkin. Loki o'tyapti va jonlanyapti Surxondaryo viloyati vakili. Chiroyli yorib o'tyapti hozir himoyani. Loki o'tyapti. Zamonov ijrosida va ikkinchi raund ham yakuniga yetibdi. Chiroyli amalga oshirdi mana shu. Uchinchi raund. Qancha jonlandi Zamonov. Oldinga qarab boryapti tinimsiz. Lekin mana bunday zarbani qabul qilib olyapti Istamov. O'ng qo'l cross. Clinch. Round kick yo'llamay qo'ya qoldi. Cross o'tyapti, qarshi olyapti hozir yaqinlashib kelayotgan raqibni.
Perko chiroyli o'ng qo'lini ko'rsatdi, chap qo'lida amalga oshirdi. Chag'atuvchi harakatlar, aqlli yurishlar. Ma'lum bir vazifani bajaryapti Istamov. Yo'q, bu ikki jangchi menimcha charchaydigan jangchilar emas. Birinchi raundda hammasini aynan jismoniy holatni o'ziga qaraydigan bo'lsak, joyiga qo'yib kelishmoqda. O'tkazdi oxiri. O'tkazdi mana shu raund kickni. Aylanma qora qismiga zarbasini oxiri o'tkazdi. Necha marotaba harakat qildi. Birinchi raunddan buyon Sanjar Istamov. Bu kechada bugungi translyatsiyamizda ikkinchi nokaut mana shu uslubda oxirgacha uzoq poyladi, uzoq mana shu zarbani amalga oshirishga harakat qildi. Shifokor ham chiqib kelmoqda. Darhol yordam berish uchun endi bu yerda biroz kutish. Sportchi biroz kutish kerak. Boshqa yordam yo'q, nafas rostlab olish kerak, og'riq o'tib ketadi. Lekin juda kuchli og'riq mana shu qorin qismiga. Bu zarbadan so'ng ko'pincha juda kuchli. Bir emas, bir necha marotaba harakat qildi. Xo'sh, hurmatli xonimlar va janoblar, aytib o'tganimizdek, janglarimiz bir-biridan qiziq bo'lmoqda. Albatta, hozirgi jangimizda 3-raundda texnik nokaut bilan Tansin Burchak Istamov Sanjarbek. Marhamat qilib sportchilarimizni taqdirlash uchun Menimcha otasi keldi. Assotsiatsiyasi hakamlar hay'ati raisi Muhammadjonov Timur Amrijonovich, Gulduros Qarsagilar, Toshkent. Qarshi olamiz aziz do'stlar, Gulduros Qarsagilar ostida Timur Muhammadjonov, O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi hakamlar hay'ati raisi. Men ko'p bor aytib o'taman, ortiqcha ta'rifga ega bo'lmagan inson, majbur bo'lmagan inson. Boksing olamida Jeki ismi sharifi yetadi. Timur Muhammadjonov. Foto marhamat esdalik uchun trenerlari, mehmonlarimiz, sportchilarimiz, referimiz birgalikda. Takror lavhalar va albatta raund kick. Xo'sh, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz do'stlar, Navoiy shahrida bo'lib o'tadigan Navoiy Open kickboksing bo'yicha Navoiy viloyat ochiq chempionati Jigariga tekkan ekan-a.